Mana hozir Matiz mashinamiz kelgan. Oldidan Nexia urgan ekan. Mana shularni ichiga kirgizib yuborgan ekan. Mana bu yo'llarni pastga cho'ktirib yuborgan mana. Mana shu ochasini bukib qo'ygan ekan ichiga. Hozir bilan yechib, o'zini tortib to'g'rilaymiz bilan. Kirlovlarni, zazorlarni yopib qo'ygan. Eshikni qisib qo'ygan zazorlari. Hozir kirlovni o'zini qilib, bamper qosh far almashadi hozir. Kapotda zazorlari tep qo'ygan edi. Hozir ochib to'g'rilab qo'ydi yo'llarni. Holati. Farani ham sinib ketgan. O'shanga farali almashtirib tashlalyapti. Holat. Mana Matizimizni yig'ib oldik. Zazorlarni chiroyli qilib keltirib oldik mana. Mana holatlari bamper qoshlar farali yenga qo'yildi. Mana kirlovni o'zini to'g'rilab chiqardik mana. Eshikning zazorlarini ham chiroyli qilib ochib qo'ydik mana bir xil qilib. Mana mashinamiz tayyor bo'ldi. Hozir endi Matizimizning ikkita eshigi ham qo'shilib ketdi. Mana eshigi shpakilovka bo'lgan ekan, hozir bilan ham olib to'g'rilab boshqatdan qilib ikkita eshigini qilib beramiz. Mana bu yog'i ham bunday bo'lgan ekan. Bu yoq ikkita eshigini ham qilib yuboring deyishdi. Shunga bu ikkita eshikni ham qilib yuboramiz endi. Mana holati. Mana Matizimdan ham chiqarib oldik, to'g'rilab hamma joylarini. Kraskaga taylab qo'ydik, gruntovkalab, kapotlarini, kirlovlarini mana bu yerda ikkita eshiklarni taylab qo'yganmiz, tayyor qilib. Holat hozir kraskaga sepishga tayyor, kraska sepamiz endi. Mana Matizimiz ham tayyor bo'ldi. Zazorlarini chiroyli yig'ib, polirovkalarni ham qilib berdik mana. Mana holatlari. Mana eshikning zazorlari chiroyli keldi bir xilda bo'lib. Holat. Eshiklarni ham bo'yab qo'yganmiz. Mana shu yorilib qo'yib, mashina polni aniq tozalab, eshikni ham polni qilib berdik. Mana mashina anaqasi bor edi. Holat endi.